Abdulloh ibn Mas'uddan aytiladi, Qur'on shofi, mushaffi, mahilul musaddiq va man ja'alahu imamahu qadahu ila al-janna va man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar. Qur'on qiyomatda shafoatga oluvchi, xatolarni ketkizuvchi. Kim Qur'onni o'zini oldiga qo'yadigan bo'lsa, albatta uni jannatga yetaklaydi. Va kim Qur'onni orqasiga tashlagan bo'lsa, albatta uni jahannamga haydaydi. Man nafasa an akhihi al-mu'min kurbatan min kurabid dunya. Qaysi bir kishi mu'min birodarini boshidagi dunyodagi mashaqqatini yengillatadigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani oxiratdagi mashaqqatini yengillatadi. Kim hayotda qiylanib qolgan odamni yengillikka chiqishga yordam bersa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida bu kishini mashaqqatini yengillikka chiqaradi. Bir mu'min ikkinchi mu'minni yordamida turar ekan, bir musulmonni mushkulini oson qilishga yonida turar ekan, yordam bilan. Yordam berayotgan odamni yonida Alloh taolo o'zi turadi. Qaysi bir kishi ilm o'rganishlik uchun bir qadam bosar ekan, Alloh taolo bu kishining qadamini jannatga to'g'rilab oson qilib qo'yadi. Va qaysi bir qavm Allohning uylaridan biriga to'plansa, Allohning kitobini tilovat qilsa, dars qilsa, bularning ustiga Alloh taoloning sakinati, rahmat tushadi, rahmat ularni qoplaydi. Farishtalar ularni o'rab oladi va Alloh taolo o'zining huzuridagi bandalar qatorida qiladi. Demak, bugungi suhbatimizni xulosalashadigan bo'lsak, Ramazon oyida turibmiz. Xatmi Qur'onlar bo'lyapti. Birodarlar, Ramazon ertaga ekan, inniga ekan deyapti, kechinglar. Ramazonning birinchi kuni deyapti, kechinglar. Bugun 12-kuni bo'ldi. Uni o'ylab ko'radigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarini sanab o'tganda, oylar yillar oydek, oylar haftadek, haftalar kundek, kunlar soatdek o'tadi degan. Vaqtni tez o'tishiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qilgan. Qaranglar, insof qilaylik. Kecha boshlanadi ro'za. Bugun 3dan 1 o'tdi. Endi do'ppimizni bitta aylantirganimizcha Ramazon chiqib ketadi, eskina o'tib ketib qoldi deymiz. Sahobalar ikromlar Ramazonga yetishlikka Allohdan duo qilib so'rashar edi. Ramazonga yetkazgandan keyin 30 kun Ramazonni tutib, xatmalarda qoyim bo'lib, Ramazon chiqqandan keyin 6 oy Parvardigor ro'zamizni qabul qilgin deb yig'lashar edi. Qolgan oylarda Ramazonga o'ldirmasdan yetkazgin deb yig'lashar edi. Ertaga shu g'animat vaqtlar tugab qoladi. Haj tashlagicha o'tib ketadi, ozgina qoldi. Juda ozgina qoldi. Ba'zi masjidlarda xatmlar tugadi, ba'zida bir paradan o'qilyapti. G'animat bilaylik. Bu televizor bilan quchoqlashib 11 oy yotamiz. Bu uyqu bizdan minodor bo'lgan emas. Bu jasad minodor bo'lmaydi. Qiyomat kunida inson bolasi jasadini nimaga sarf qilganini, nimada isrof qilgani haqida javobgar bo'ladi. Bu oyoqlar bilan Qur'on xatmida turadigan bo'lsak, guvoh bo'ladigan bo'lsak, bitta harfiga 10 tadan savob umidimiz bor. Demak, Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida Qur'on tilovatiga haris bo'lishimizni o'zi tavfiq bersin. Qur'on o'qishi bo'ladiganlarimiz uyimizda Qur'onni ochib xatm qilaylik. Qur'on o'qishi bilmaydiganlarimiz masjidga chiqaylik. 11 oy uyimizda bo'lamiz. 1 oy iborat birodarlar. Bu 1 oyda ham 3dan 2 qismi qoldi. Alloh subhanahu va taolo mana shu fursatni g'animat qilib bilib, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'ladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Umr juda tez o'tyapti. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Shuning uchun g'animat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga roza tutishlikni mana Parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi. Rozani orqasida hikmatlar juda ko'p. Bizgacha roza tutsang anaqa bo'lasan, roza tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik rozani. Juda ko'p manfaatlari bor. Ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz, kifoyalanamiz. Roza Alloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan. Hadis qudusida Alloh taolo aytgan, odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat rozasi men uchun. Mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Undan keyingisi eng katta axloq maktabi. Ramazon rozasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang. Nafsni tarbiya qilishlikning eng katta jangi. Roza orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi.
Roza orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Roza tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'likni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashga ham zo'r dori. Ini nechta pul deng? Nechta pul ketadi roza tutgan? Bitta ukolni falon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylikchi deydi tabibam. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolni falon pulga, bitta tabletkasini falon pulga olib yeydi. Ammo ro'zachi? Hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb sayyormasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, roza tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytayapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Roza tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'izga, arab tilida ikkita sumu tasihhu, ikkita so'z. Ikkita so'z. Roza tutinglar, sog'lom bo'lasizlar. Yana boyaga aytganimni qaytaraman gapimni. Biz sog' bo'lish uchun roza tutmaymiz. Biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz. Uni yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson roza tutishlik bilan havoyi nafsini shunday bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsingiz xohlagan ishni qilaverishligingiz bilan nafsingizni quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga boradi? Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Qarangda, dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xohlamaydi. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Alloha yahulu baynal mar'i va qalbihi va annahu ilayhi tuhsharun. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, ya'ni dinga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar. Va bilinglarki, shubhasiz Alloh har bir kishi bilan uning qalbi o'rtasini egallab turur va shubhasiz uning huzuriga to'planursizlar. Ey iymon keltirganlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarga abadiy, pokiza hayotni beradigan narsaga chaqirgan paytda sizlar labbay deb javob beringlar deb Alloh taolo siz bilan bizga buyuradi. Mana shu dunyoda farovon, xotirjam, osoyishta hayotni hamma xohlaydi. Va mana shu osoyishta hayotga yetishlik uchun e'tibor beryapsizlarmi? Darslarimiz mana shu hayotimizni qanday qilsak shirin o'tadi degan mavzu atrofida aylanyapti. Agar shu mavzularni tushunib tatbiq qilib olsak, hayotimizda shu ma'nolarni ibodatimizdan huzur topib qolamiz. Ibn Qoyyim Javziy aytadi, hamma qalbini g'am tashvishdan omon bo'lishligini istaydi. Hech kim siqilishni xohlamaydi. O'sha uchun uxlab oladi. O'zini o'ylantirayotgan g'am tashvishlardan qutulish uchun bir sport bilan shug'ullanadi. Yo somorga borib oshiydi, yo televizor ko'radi. Qarangda, hamma qilayotgan bir huzurimiz uchun qilayotgan ishlardan o'zi maqsad u yeb olish ham emas, uxlab olish ham emas. Ana shu g'amda nima qilib olish? Hali tuyoq boshini qumga tiqib oladi-yu. Bir narsadan qo'rqib ketsa, boshini qumga tiqib oladi. Shu bilan lekin kallasini chiqargandan keyin bu muammo turibdi, birodarlar. Hamma qilayotgan siz bilan bizni jonimizga huzur bag'ishlaydigan narsaga berilayotganligimiz o'sha uxlashimiz, cho'milishimiz, televizor ko'rishimiz, bir narsa yeyishimiz, bu o'zimizni qalbimizni g'amdan bo'shatishlik uchun bo'lar ekan. Maqsad shu ekan. Hech kim g'am qilib, siqilib yashashni xohlamas ekan. Va mana shu g'amda ketkizib, farovon, xotirjam, qalbi tinch yashashni xohlaganligi uchun xilma-xil yo'lni qilar ekan. Endi Alloh aytayapti, ey iymon keltirganlar, Alloh va payg'ambari sizlarni bir narsaga chaqiryapti. Labbay deb javob beringlar. Ana shu chaqirayotgan narsasi sizlarga osoyishta, pokiza hayotni beradi deydi. Dinga chaqiryapti. Mana shu xotirjamlik, osoyishtalik dunyoda emas, mansabda emas, sog'likda emas, tanish bilishda emas. Nimada? Dinda.
iymonda, islomda, taqvoda. Masalan, o'sha qalbiga xotirjamlik istayotgan bir kambag'al odam, pulim ko'p bo'lsa qalbim xotirjam yashayman, bola chaqamni ham ta'minlab qo'yaman, jonim tinch yashayman deb o'ylaydi u. Yetgandan keyin o'sha xotirjamlikni topdimi? Topadimi? Topmaydi. Shunga yetganlar biladi o'zlari. Yoki bo'lmasam o'sha qo'liga dunyosi yetarli bo'lgan odam mansabga intiladi, qarasangiz. Aytadiki, mansabga yetsam tijoratimni o'zim himoya qilaman, xullas yana bir qandaydir xayriyatlar bor deydi, mansabga intiladi. Maqsad o'sha qalbini xotirjam qilishida. Mansabga yetdi. Xotirjam bo'ldimi? Mansabdorlar yo'qmi ichimizda? Yetmadi. Demak, ana shu mansab ham, dunyo ham, quvvat ham, tanish bilishdan ham maqsad inson qalbini g'amdan xoli qilish ekan. Endi mana shu foydali, osoyishta, pokiza hayot nima bilan topiladi? Alloh va Rasulining buyrug'iga itoat qilishlik bilan. Alloh va Rasulining qayt degan ishlaridan qaytishlik bilan. Undan boshqa narsa bilan topilmaydi. Chunki siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz Azza va Jalla aytayaptiki, men buyurgan narsani qilsang, men qaytargan narsadan qaytsang, shundan keyingina, faqat shundagina xato hayoting osoyishta bo'ladi deyapti. Siz bilan bizni yaratganmi Alloh? Siz bilan bizga nima yaxshi, nima yomonligini yaxshi biladimi? Demak, Alloh aytayapti, men nimaga chaqirgan bo'lsam, Rasulim nimaga chaqirgan bo'lsa, itoat qilinglar. Shunda sizlarga pokiza hayot bor. Masalan, yosh katta oqsoqollarimizni qarasangiz, bular ham ko'p uzoq yo'lni bosib o'tishdi hayotida. Yengil kuni bo'ldi, og'ir kuni bo'ldi, qo'lida bo'ldi, bo'lmadi. Lekin aylanib kelib turib, bular hayotiy tajribasi yetarli bo'lgandan keyin qarasangiz, qayerga qatnaydi? Ko'proq qayerda bo'ladi umri? Masjidda. Chunki uni uyog'idagi hamma narsa u g'alva o'shab ekan, haqiqat mayaqda ekan deydi-da, u qarib qolganligi uchun, umrining oxirligi uchun emas. O'sha ko'rib qoldi hamma yo'qda. Bo'pti bolam, g'am qilma, Alloh aytgani bo'ladi deb qo'yadi. Chunki g'am qilib ko'rdi bular. Allohga suyanishlik kerak ekan. Shuni tushunishdi. Yoshlar, qarisanglar sizlar ham shular holatga kelasizlar. Ja aqlli bo'lsalar shu oqsoqollarchalik bo'lasizlar, lekin shular masjidda o'tiribdi birinchi safda. Demak, biz hali qarimasimizdan turib, shularning tajribasidan foydalanaylik-da, Allohning diniga yuguraylik. Kim Alloh va payg'ambarining chaqirig'iga javob bermas ekan, uning hayoti komil, osoyishta, foydali hayot emas. Buni Alloh taolo aytayapti. Agar kimdir Allohning hukmiga javob bermasdan xolaganda yashayotgan bo'lsa ham, u o'zini tirik deb o'ylayveradi. U tirik emas u odam. Chunki Alloh aytayapti, men aytganimni qilasan, hayoting tirik bo'ladi. Agar tirik bo'lib yashayotgan bo'lsa ham, bu insonning hayoti bahoyimlarni, hayvonlarning hayotiga o'xshaydi. Maqsad nima? Ertaman uyg'onadi, non topadi, yeydi, ichadi, bola chaqa qoldiradi, uysalar o'tib ketadi. Bu ishda hayvon ham qiladi. Va osoyishta bo'lmaydi hech qachon buni qalbi. Bunday insonlar hayoti, ya'ni ular tirik emasligini bilishmaydi. Allohni tanimagan, payg'ambarni tanimagan, islomga kirmagan kishi tirik emas. Uni bilmaydi u. Buni misoli badbo'y hid chiqadigan ishxonada ishlaydigan odam badbo'y hidni bunni sezmay qo'yadi. Chunki doim ertaga shu yerda burun o'lib bo'lgan, hid sezmaydi u. Endi ana shu joyga kelmagan odam shunday kelsa bir marta haligi badbo'y hidni sezadi. Chunki uni hali burni o'lgani yo'q. Dinsiz yashab, men yashayapman degan odam dinsizlik hayoti o'lik hayot ekanligini bilmaydi. U qachon biladi uni? Diniy, islomiy hayotni totib ko'rganidan keyin. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ham o'zini tirik deb hisoblar edi islomgacha. Biligida quvvati bor, yelkasi yerga tegmagan polvon, quvvatli, yurakli odam edi. Tirik edi o'zini. Islomga kirdi, Umar al-Faruq bo'ldi. U avvalgi hayoti bilan islomdagi hayotini taqqoslab ko'rdi. Biz o'zimiz ham yosh kattalarimiz hayotimizni bir qismida xohlaganda yashab turib, keyin ibodatga egilganimizdan keyingi hayotimizni taqqoslaylik-da. Estikini o'tkazib yuborgan ekan umrimning shunchasini. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu o'tmish hayotini o'ylab turib, bir kulib o'rardi o'zidan o'zi. Bir o'tirib yig'lab o'rardi o'zidan o'zi. Xalifa bo'lib turgan paytda odamlar
tushunishmasdi nimaga kulib yig'layotganini. Bir odam jur'at qildida, "Ya Amiral Mu'minin, bir qaraymiz, besabab kulib yorasiz. Besabab yig'lab yorasiz. Sababi nima?" U kishi aytdiki, "Ana shu islomdan avvalgi hayotimizda" deydi. Makkada ibodat qilar edik. Makkadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsak, Makkadan bittadan tosh olardik. Makkani toshida shunga qarab ibodat qilardik. Bir safarga chiqqanimda tosh olish esimdan chiqibdi deydi. Endi ibodat qiladigan vaqtim kelgan paytda qarasam qo'limda tosh yo'q Makkadan. Endi nimagadir qarab ibodat qilishim kerak. Qo'limdagi o'zimda bor bo'lgan xurmoni oldimda bir timsol yasadim, haligingga qarab sig'indim. Keyin qornim ochib ketdi, yeb qo'ydim deydi. Ya'ni ilohini yeb qo'ydi. Buni o'ylab turib, johilligimiz shu darajalarga o'ylab turib kulgim keladi deydi. Endi yig'laganligimiz sababi qiz bolalarni johiliyatda yomon ko'rar edik. Ayolim qiz tuqqanligini xabar berganda sabr qildim deydi. Sabr qildim deydi. G'azabimni yutdim. Qizim 6 yoshga kirguncha sabr qildim. 6 ga kirgandan keyin sahroga olib chiqdim, chuqur kavladim, qizimni tushirib qumni tortdim. Qumni tushirayotganimda soqolimga chiqib qolgan qumni changlarni qizim qo'li bilan qoqib turdi deydi. Mana shunga ko'mib keldim deydi. Mana shu narsani o'ylab yig'layman deydi. Umar ibn Xattob o'tmish hayotini hayot emas ekanligini islomiy hayotni totib ko'rgandan keyin aytayapti. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu gapi, agar dunyo podshohlarining farzandlari biz qanaqa xotirjamlikda, huzurda, halovatda yashayotganimizni bilishganida qilichlarini ko'tarib kelib, mana shu halovatni tortib olishlik uchun biz bilan urushardi. Yerimiz, molimiz, ayollarimizni tortib ketish uchun emas, shu huzurni tortib olishlik uchun biz bilan jang qilardi deydi. Endi savol. Mana biz ham musulmonmiz, ibodatdamiz alhamdulillah. Bizda ham shu huzur bormi? Bizda ham shu halovat bormi? Inson Alloh va payg'ambarining chaqirig'iga labbay desa, hayoti pokiza bo'lar ekan. Tushunarliga. Endi bu labbay deyish til bilan bo'ladi, a'zolar bilan bo'ladi, qalb bilan bo'ladi. Bizda qasnisi nuqsonli. Mana hamma namozxon ham xotirjam, osoyishta yashayaptimi? Hamma namozxon, hamma ro'za tutayotgan ham bir xil huzur bilan turibdimi namozda? Ertangi kunda g'ami, tashvishi qalbidan tashqaridami? Allohning buyrug'iga labbay deyishlik til bilan bo'ldi. Labbay deb qo'ydik, biz ijobat qilamiz dedik. Ikkinchisi a'zolar bilan bo'ldi va eng asosiysi birodarlar qalb. To'g'ri, Allohga tavakkal dedingiz. To'g'ri, g'am qilmayman dedingiz. Lekin o'ylanib qo'yapsiz bir. Nima bo'lar ekan bu ketishda? To'g'ri, domla aytgan to'g'ri, lekin nima bo'lar ekan? O'sha nima bo'lar ekan deyotganimiz hali qalbimiz taslim bo'lmaganining bitta belgisi. O'shuning uchun huzur topa olmayapmiz ehtimol ibodatlarda. Allohning chaqiriga labbay degan kishilar haqiqiy hayotda yashab o'tishdi. Ular vafot qilgandan keyin ham jasadlari, ularning nomlari tirik turibdi. Sahobalar, tobiinlar, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Hanifa mingdan o'tdi bular o'tganiga. Lekin ular hali ham tirik. Lekin shunday insonlar borki, jasadlari tirik bo'lsa ham, xohlagandaqa yashayotganligi uchun ular o'likdan farqi yo'q. Kimning hayoti komil hayot? Dunyosi ko'p odamniki emas. Mansabi katta bo'lgandiki emas. Quvvat egasiniki emas. Husn chiroy egasiniki emas. Alloh va payg'ambarning buyrug'iga itoat qilgan kishini, labbay degan kishining hayoti komil hayot. Chunki Alloh va Rasuli nimaga chaqiryapti bizni? Sunnatni olaylik. Aytinglar, birodarlar, 1433 yil oldin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijratiga. Ana shu 1400 yildan uzoqroq muddat ichida payg'ambarimiz aytgan birorta bir sunnati odamlarning hayotiga zarar qilgani ko'rilganmi? 1400 yildan ortiq vaqt o'tdi. Payg'ambarimiz aytgan sunnat yillar, asrlar o'tib haqligini vaqt ko'rsatyapti. Birorta sunnat aytinglarchi, men odamga zarar bo'ldi, mana noto'g'ri sunnat bo'lgan ekan. Yo'q, unaqa yo'q, bo'lgan emas. Bo'lmaydi ham, chunki la yantuqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad payg'ambar havodan gapirmaydi. Nimani gapirgan bo'lsa bu vahiy deyapti Alloh taolo.
Nimaga chaqirgan bizni? Qarang, sunnatni oling. Ovqat yesak 3dan 1. Kasal bo'lmas ekan. Inson bolasini to'ldiradigan eng yomon idishi bu oshqozoni debdi. Bitta ovqatni o'zini oladigan bo'lsa, qancha buning ustida bir hikmat, xayriyat bor. Endi jamiyatni isloh qilishida payg'ambarimiz sunnati qanday bir o'rni katta. Oilani isloh qilishida qanday bir o'rni katta. Alloh va payg'ambari nimaga chaqirgan bo'lsa, bunda faqat foyda bor va nimadan qaytargan bo'lsa, bunda albatta zarar bor. Bir ukamiz aytgan edi, palonchilarning ishi yaxshi ekan. Nimaga desam, ular dedi bir 20-30 odam ekan deydi, bir jo'ra qatorida hammasi topgan pulni o'rtaga tashab turib teng bo'lar ekan deydi. Davlat ko'proq odam, bo'laradimi deydi. Kambag'al odam yaxshi bo'lar ekan deydi. Ya'ni sizga yoqqani bilan shariat ramkasiga solib ko'ring, tushmadimi? Demak, noto'g'ri. Ha unda kim zakot beradi unda? Agar hamma teng bo'lsa. Ana unda Bilol kambag'al edi, Suhayb Rumi kambag'al edi, Abdurrahmon bilan Abu Bakr boy edi. Boy ham bo'lish kerak, o'rtoqol ham bo'lish kerak, kambag'al ham bo'lish kerak hayotda. Bir paytlar esir chiqib turib hammani teng qilamiz dedi. Teng qila olmadi. Teng bo'lmas edi. O'sha esir paytda ham kambag'al boy bor. To'g'ri, hammani qoni to'yayotgandir ehtimol. Lekin o'shunda ham boy bor edi, o'shunda ham oyat takrorlab qo'yamiz. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, ya'ni dinga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar va bilinglarki, shubhasiz Alloh har bir kishi bilan uning qalbi o'rtasini egallab turib va shubhasiz uning huzuriga to'planursizlar. Alloh taolo bandalarning qalbini xohlagan tomonga burib qo'yadigan bo'lgan zot. Xulosalaymiz darsimizni. Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga chaqirgan bo'lsa, biz qanchalik ijobat qilib labbay desak, hayotimiz shunchalik farovon bo'ladi, xotirjam pokiza bo'ladi, oxiratimiz obod bo'ladi. Va mana shu chaqiriqqa qanchalik nuqson bilan labbay deyotgan bo'lsak, hayotimiz shunga yarasha bo'ladi. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: "Istajibu li robbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Alloh, ma lakum min malja'in yawma idhin va ma lakum min nakir." Ey insonlar, Alloh tomonidan hech qaytarib bo'lmaydigan bir kun, qiyomat kelib qolishidan ilgari Parvardigoringizga ijobat etingiz. Qiyomat kuni kelib qolmasdan turib, Parvardigoringizga ijobat, itoat etingiz. U kunda sizlar uchun biron qochadigan joy ham bo'lmas va sizlar uchun qilib o'tgan gunohlaringizni inkor qilish imkoni ham bo'lmas. Alloh taolo o'zini chaqirig'iga labbay degan solih bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.